Buyotli firmamizga tegishli shurpayorimizni yangi upakovkasi. Buni ishlash holati va ichidan nimalar chiqishini firmamiz sizlarga ko'rib chiqamiz. Bismillah. Yangi upakovkalar ochdi. Bir xolasi. Bunun stüdyomuz var, sıfatlı mesela çıktı. Koşular bütün garantiya tabloları. 6 oy garantiyasi bırakıp veramiz. Hamda ana şimdi yangi upakovkada Buyotli firmamiz tegishli ana shunday shu qo'yamiz. İşlashni ham bitta ko'rib ketamiz. Batareykalarni ham ko'ryapsizlar. Ikkita bo'lsa-da mana. Zaryadga ko'rsalar ham bo'ladi. 20 wattdan bo'ladi akalar. 1,5 amperli. 6 oy garantiyasi bilan. Ve bunu hozir bitta test qilib ko'ramiz. Yangi upakovkada ochib ko'rdik mana. 10-15 upayorimiz ko'rishingiz mumkin. 1,5 megaobort bo'ladi. 10 millimetrgacha mana shu oborotlari kuchli. Ikkitasi ko'rsatdi. Kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qila olasizlar. Haykallar atiga 450 ming so'm chiqadi. Bemalol murojaat qila olasizlar. 12 to'rtli ikkita xizmatimiz bor. Yo'limizga qo'ying, like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalar.